Mo'minov xabar beradi. Men Sadulla Ahmadning nazarga boy asarlari, inja tarjimalarini ta'm bilan o'qiyman deya e'tirof etgan edi O'zbekiston xalq yozuvchisi Asqat Muxtor. Darhaqiqat, bugungi tadbirda marhum shoir Sadulla Ahmadning 40 yil davomida ommaga ko'rsatilmagan she'rlari jamlangan, ya'ni 300 dan ortiq she'rlarni o'z ichiga olgan Ishroq kitobining taqdimoti o'tkazilmoqda. Ishroq kitobi adibning uzoq yillik ijodi hisoblanadi. Qalbining tubida asrab kelgan ruhiy kechinmalari va hayotiy xulosalarni o'z ichiga olgan. Kitobdagi har bir misrada insonning ichki dunyosi, haqiqatni anglash yo'lidagi intilishlari va borliq bilan bo'lgan sirli munosabatlar aks etgan. Vafotlaridan keyingi nasib qildi kitobni chiqarish, kitoblarni yozgan she'rlarini o'qish yoki kitob chiqarishga ruxsat bermasdilar nimagadir. Shunaqa bir o'zlariga xos yo'llari bor edi. Vafot qilganlaridan keyin 3 sandiq qo'lyozma chiqdi. Tinmay ijod qilardilar, bilardik ijodlari ko'p ekanligini. So'z boyliklari juda katta bo'lgan. Biz bilardik buni. So'z boyliklari juda katta va biz mana qizim arab tili mutaxassisi. Arab tilida topolmadi. Tojik tili, fors tilidan xabarimiz bor, uncha forschadan, fors lug'atlarida topilmadi. Qutadg'ubilikdan topgan joylarimiz bo'ldi, ayrim so'zlarni Usmonli turkcha lug'atidan topdik, arabchadan topdik. Shunaqa qilib ancha qiynaldik. Tog' she'rlarini olib o'zimiz tushunib olamiz degancha rosa qiynalib ishladik. 1 yil ishladik o'zi ham. Ishroq so'zi lug'aviy jihatdan qalbning porlab yonishi, ya'ni ma'naviy uyg'onish ma'nosini anglatadi. Shoirning ilm olsa yoshu qari bir boshdan, xalqim boshda tojing bo'lar quyoshdan degan satrlari esa insonni ilm ma'rifat sari chorlovchi, qalbni yuksaltiruvchi ezgu g'oyalarning yorqin ifodasi hisoblanadi. Zo'r tarjima oldi. Mana Makbetni rus tilidan tarjima qildi. Jamol Kamol uni ingliz tilidan tarjima qildi. Sadulla Ahmadning tarjimasi juda baland va Shekspirga yaqin. Shekspir haqida tadqiqotlar bordi u. Shukur Burxon haqida, teatr haqida alohida kitob bor edi. Bu san'atshunoslar ana shu kitoblarni o'rganish kerak-da. Men qayta aytdim, tezroq kitob chiqarish kerak, kitobni tayyorlang. Tayyorlayapman endi, yana puxtaroq qilayin dedi. Lekin mana har holda o'sha kitobni bir 5 dan bir qismi mana o'sha tayyorlayotgani mana shu yerda chiqdi. Bu juda katta ish bo'ldi. Sadulla Ahmadning ijodiy merosi faqat she'riyat bilangina cheklanmaydi. Uning alvasti lirik dostoni, Oxun yakkakor tragediyasi hamda Ishchi yurakcham, Ibtido, Iztirob kabi to'plamlari adabiyotimizda alohida o'rin egallagan. Adib shuningdek mohir tarjimon sifatida jahon adabiyoti durdonalari, Shekspirning Makbet, Pushkinning Mozart va Salieri asarlarini hamda Konfutsiy hikmatlarini o'zbek tiliga mahorat bilan o'girgan. Kitobni tanishib chiqib, men bu kitob haqida bir maqola ham yozdim. Bu yaqinda e'lon qilingan O'zbek va jahon adabiyotiga chizgilar degan to'plamga kiritildi ham. U yerda biz ko'ramizki, Sadulla Ahmadni ijodini kuzatganimizda unda o'sha mavjud bir hol, mana tasavvufda hol va qol degan holatlar bor. Ana shu holatlardan holatini Sadulla Ahmadni ijodida, uni kayfiyatida, she'rlarida his qilishimiz mumkin. Taqdimot davomida Sadulla Ahmadning hayoti va ijod yo'li haqida atroflicha so'z yuritildi. Muallif she'rlaridan parchalar o'qildi va bu asarlarning kelajak avlod ma'naviyatini yuksaltirishdagi ahamiyati e'tirof etildi. Zokir Mo'minov, Jaloliddin Sayriddinov bugun dastur uchun